2026-yilda PUBG Mobile o'ynash uchun Android olgan yaxshimi yoki iPhone? Keling hozir shu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin sizga Diktator Mini SL'ni tavsiya qilaman. Chunki o'ta go'zal akkaunlar o'ta ham o'ta narxlarda. Shuning uchun ham ikkilanib o'tirmasdan biyomda turgan shilcha orqali tezda o'tib oling. Qani endi videomizni boshladik. Birinchi o'rinda Android telefonlarni qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib обязательно PUBG Mobile o'ynash uchun отдельный telefonlar ishlab chiqarilyapti. Ya'ni ofitsialniy PUBG Mobile'ni o'zi bilan shartnoma qilishyapti. Bu degani PUBG Mobile aynan shu Android telefonlar uchun qo'shimcha imkoniyatlarni yaratib berishi mumkin. Masalan, FPS stabiligi yoki shunga o'xshash mayda-chuyda narsalar. Endi iPhone'da qaraydigan bo'lsak, umuman bunaqangi funksiyalar yo'q. Lekin shunga qaramay, hozirgi kunda barcha streamer va content makerlar faqatgina iPhone'dan foydalanadi. Chunki o'yin paytida zaps yoki streamni yo'qadigan bo'lsangiz, ancha-muncha telefonlar 120 Hz stabilligini ushlab bera olmaydi. Yoki eng muammoli tarafi kachsivasini jijimiga qilib qo'yadi. Shuning uchun ham men va menga o'xshagan content makerlar iPhone'da afzal ko'ramiz. Lekin bu degani Androidda yomonlashmas. Hamma ham o'zining ehtiyojlariga qarab telefon ishlatadi. Xullas, biror bir telefon tanlamoqchi bo'lsangiz, uni modeliga emas, nimalarga ishlatishingizga yaxshiroq ahamiyat qarating. Shunda hayotingiz go'zallashib ketaveradi. Agar sizga arzon va ishonchli UC servis kerak bo'lsa, albatta o'zimga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishoninglar, ko'zinglarni yumib o'tishlardan oldin UC akkauntinglarda bo'ladi. 1000 marta eshitgandan 1 marta sinab ko'rgan yaxshi. Hammanglarni kutib qolaman. Videomiz yoqqan bo'lsa ham bitta like bilan obunaga kalla qo'yib ketishni unutmang. Hammanglarga oldindan rahmat.